Instagramdan savol tushyapti. Agar ayol kishi boshqasiga turmushga chiqib ketgan bo'lsa, boshqa shaxsga, unda sobiq xo'jayini uni farzandi uchun aliment to'laydimi degan savol tushyapti. Aliment to'laydi o'zini farzandi uchun, chunki baribir bu farzand otani farzandi bo'lib qoladi oxirigacha. Biologik otasi agar voz kechgan taqdirda ham otasi bo'lib qoladi. Endi qachonki alimentdan ozod bo'lishi mumkin, qachon o'sha ayol kishi boshqa shaxsga turmushga chiqqandan keyin u shaxs bu ayolni farzandini o'ziga otalikka oladigan bo'lsa, demak farzand qilib o'ziga oladigan bo'lsa, uni qonuniy tartibi bor, sud orqali hal qilinadi. O'shandan keyin sud qaroriga asosan bolaga boshqatdan metrka beriladi. U metrkada otasi sifatida boshqa shaxsni nimasi ko'rsatiladi, otaligi belgilanadi. O'shandan keyingina o'sha hujjatga asosan aliment to'lovini to'xtatirish mumkin bo'ladi. Boshqa holatlarda hattoki otaligi huquqidan mahrum qilingan taqdirda ham alimentdan bo'lgan majburiyatlar to'xtatilmaydi. Agar sizda nizoli ishlar bo'lsa va sizga huquqiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling, sizlarga yordam beramiz.